Kallasi ishlamagan odam zo'rg'a to'plagan pulni bitta narsada yo'qotib oladi. Kallasi ishlagan odam to'xta deydi. Men nimaga 3 yil Rossiyada ishlab kelib, $6000 topib kelib, nimaga men bitta o'g'il to'y qilib bu pulni yo'qotib olishim kerak deydi. Yo'q deydi, stop deydi. Men bu ishni qilmayman deydi. Doktorga boradi, 400 ming so'm, 500 ming so'm beradi, o'g'lini xatna qildiradi, bitta qo'ydan oladi, $200 ga so'yadi, aqiqa tamom. Qo'ni qo'shni qiynalgan, beva, kambag'al, yetimga 3 kilo 2 kiloni tarqatib yuboradi. Bo'ldi, все shu bilan. Xatna to'yi bid'at, o'g'il to'yi bid'at, sunnat to'yi bid'at. Bu yo'q narsa bu, aqiqa bor narsa bu. Mana hozirgi uyda bo'layotgan mana valimatun nikoh deydi. Nikoh ziyofati bu ham sunnatda bor bu. To'xta deydi, nimaga niza что men sarflashim kerak o'g'il to'y qilib deydi. $500 bilan aqiqa hal bo'ladi. $550 qoladimi? To'xtaydi, $550 ga men 5 ta $500 dan mol olib boqaman deydi. Yo nimadir qilaman.